Bu videoda turistlarga demak tur tashlayotganinglarda masalan bitta mehmonxonani zavtraki bilan ujini 2 mahal 3 mahal ovqati bilan tashlab bering deyishadi. Shuni oson hisoblashni ko'rsatib beraman. Undan keyin ko'p oila bo'ladigan bo'lsa, masalan 4 ta katta 3 ta bola bo'ladigan bo'lsa, demak 1+1, 2+1 va 2+2 ni sirazi bittada jo'natib yuborish ham, uni ham ko'rib chiqamiz. Demak, hozir tur tanlab olamiz. Masalan, ko'proq Maldiv yaxshiroq. Demak, Maldivni tanlaymiz va buni ochib olamiz. Masalan, Sheraton. Yana BB birinchisini olamiz, BB ni olamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, sirazi tushadi. Ikkita tushib qolgan ekan. Demak, mana bitta tushdi BB. Hop, undan keyin HB 2 mahal ovqati bilan va FB 3 mahal ovqati bilan, keyingisi all inclusive. All inclusive bo'ldi. Sirazi 3 tasini oldim mana. Для turistlarni bosamiz va mana bu shablonlar bor mana. Bitta otel mana 8-shablonga qo'ysanglar, o'sha xona kategoriyasi va 3 ta ovqati bilan sirazi chiqadi. Mana bu yerdan narx 2 kishiga ko'rsatilgan deb ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Mana o'sha 3 ta 4 xil ovqat bilan tashlab beradi. Отправить deb bossak, demak, o'sha buni qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana o'sha tushdi. Hop, keyingisi menda 2+1, 3+1 qilib olish. Demak, bitta otelni olamiz birinchi. 2+1 ni olamiz mana. Buni hozirgi Sheraton bilan. Bu 2+1. Demak, 2+1 ni birinchi olamiz. Tushdi. Keyingisi 1+1 olamiz yana. Buni aytib beramiz. 1+1. Buni ham oldik. Keyingisi 1+2 olamiz. Mana bu ham tushdi. Xo'p, undan keyin 2+2 olamiz. Xo'p, undan keyin masalan 3 ta kattani olamiz mana. Bossak mana hammasini oldi. Для turistlarni jo'natib yuboramiz. Xo'p, 8-shablonda mana o'sha mana bu yerda 2+1, 1+1, 1+2 bular hammasi chiqadi. 7-shablonlar endi bular katta bo'lib ketadi. Asosan oxirgi 8-shablon mana shunga mo'ljallangan. 8-shablonni olamiz va turistga jo'natib yuboramiz. Mana oxirgi kanalni o'chirib qo'ysak bo'ldi mana. O'sha har bittasini o'sha jo'natib yubordi. 2+1, 1+1, 1+2 larni. Sistemamiz bilan turistlarga hisob jo'natish juda oson.